akalar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Labochi akamiz bor edilar. Juda zo'r odam edilar, muomalalari ham zo'r. 44 yoshda 3 kun oldin olamdan o'tib qoldilar. Alloh rahmat qilsin. Bizga uzoqroq qarindosh bo'ladilar, ana omon o'rtog'im taraflaridan. Xullas, nima bo'lgan? Shu turgan joylarida bitta laboy qo'yganlar. O'sha turgan joylarida shu yerga shliq etib tushganlar bo'ldi. O'sha yerda o'zida jon uzilgan. Keyin doktorxonaga borib aniqlashtirgan paytda obsherniy infarkt ekan, shunaqa narsa bo'lgan. Xullas, nima aytmoqchiman? Mana kun issiq bo'lyapti. Kun issiq paytda ko'p shunaqa infarkt, insult kasalliklari bo'lar ekan. Bu nimadan desa, bu o'sha qon quyuqlashib qolar ekanda. Endi biz bilmaymiz-ku, baqvat ovqat yeymiz. Shuning uchun akalar, men o'zim har 6 oyda hijom olib turaman. Bu ham suyuqlashtiradi. Keyin zulu bor, suyuqlashtiradi. Iloji bo'lsa, aka, qoningizni bitta tekshirtirib qo'ying. Agar quyilib ketgan bo'lsa, mana bunaqa issiqda, mana bunaqa optuvda, baribir erkak kishimiz biz yuraveramiz-da, mana shu. Qaramaymiz o'zimizga. Uydagilar sirasi kasal bo'lsa qaratiramiz. Aka, bir oilani boquvchisi sizsiz. Birinchi bo'lib o'zingizga qarang. Doktorga boring, tekshirtiring, qonlaringizni tekshirtiring. Avvalambor qadar, Alloh rahmat qilsin. Lekin baribir sabablarni ham qilib qo'yish kerak. Bunaqa jin ko'chalardan ham ketyapmiz, Habib bilan, retro bilan. Alloh panohida bo'linglar. Yozda qon quyuqlashishi jiddiy xavf. Issiq havoda organizm ko'p terlaydi. Natijada tanadan suv chiqib ketadi va qon quyuqlashadi. Bu holat qon aylanishini qiyinlashtiradi. Tromb hosil bo'lishi, insult va infarkt xavfini oshiradi. Qon quyuqlashganda kuzatiladi. Bosh og'rig'i, holsizlik, uyquchanlik, jizzakilik, qo'l-oyoq sovqotishi, yurak urishining tezlanishi. Nima qilish kerak? Yetarlicha toza suv iching. Gazli, shirin ichimliklardan